Bugun men taqbinchi yoshdan oshgan pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 5-2 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov kimlarga beriladi? U qanday hisoblanadi? Kimlar uni olishi mumkin? Kimlar esa kutganiga qaramay ola olmasligi mumkin? Bu mavzu faqat taqbinchi yoshdan oshgan otaxon va onaxonlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, qarindoshlariga ham bevosita tegishli. Chunki ko'p hollarda pensionerning o'zi hujjat ortidan yurishga qiynaladi. Davlatdan berilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha pul esa bilmaslik sababli olinmay qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men hammasini oddiy tilda, misollar bilan kimga borish, qanday hujjat tayyorlash, qaysi joyda xato qilmaslik kerakligini birma-bir aytib beraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikning oilaviy byudjetiga real yordam beradi. Avvalo bitta narsani aniq qilib olaylik. Taqdim yoshdan oshgan pensionerlarga qo'shimcha to'lov deganda hamma bir xil to'lovni tushunmasligi kerak. Ba'zan odamlar Maksim yoshga kirdi. Demak avtomatik 5-2 ming so'm qo'shiladi deb o'ylaydi. Amalda esa bunday masalada bir nechta shart, hujjat, holat va tartib bor. Ayrim to'lovlar avtomatik ravishda pensiya tizimidagi ma'lumotlar asosida tayinlanishi mumkin. Ayrimlari esa pensionerning ahvoli, parvarishga muhtojligi, nogironligi, yolg'iz yashashi yoki unga qarovchi shaxs bor yo'qligiga qarab ko'rib chiqiladi. Oldin ko'p holatlarda pensioner qo'shimcha to'lov haqida o'zi bilmasa, mahalla ham eslatmasa, farzandlari ham qiziqmasa, bu pul umuman rasmiylashtirilmay qolardi. Pensionerning yoshi taqvimidan oshgan bo'ladi. U dori-darmon oladi, kommunal to'lov to'laydi. Lekin davlat tomonidan berilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha yordamdan foydalana olmaydi. Sababi oddiy. Hujjat topshirilmagan, ariza yozilmagan, tibbiy xulosa olinmagan yoki pensiya organida ma'lumot yangilanmagan. Hozirgi tartibda raqamlashtirish kuchaydi. Ayrim ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Lekin bu hamma narsa avtomatik hal bo'ladi degani emas. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Pensionerning pasport ma'lumoti yangilangan, yashash manzili o'zgargan, nogironlik guruhi bo'yicha xulosa bor. Lekin pensiya jamg'armasida ma'lumot to'liq aks etmagan bo'ladi. Natijada odam haqli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovni vaqtida olmaydi. 5-7 ming so'mgacha degan ibora ham shuni anglatadi. Bu har bir bektim yoshdan oshgan pensionerga aynan bir xil miqdorda hech qanday shartsiz berilgan pul deb tushunilmasligi kerak. Gacha degani miqdor holatga qarab farq qilishi, turli qo'shimchalar yig'indisi yoki muayyan toifadagi pensionerlar uchun belgilangan maksimal chegara bo'lishi mumkinligini bildiradi. Shuning uchun men bugun asosiy masalani oddiy savolga keltiraman. Sizning oilangizdagi 9 yoshdan oshgan pensioner qaysi toifaga kiradi va u qo'shimcha to'lovni olish uchun nima qilishi kerak? Kimlar e'tibor berishi kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Birinchi navbatda aqamun yoshga to'lgan yoki aqamun yoshdan oshgan har bir pensionerning hujjatlari tekshirilishi kerak. Men tekshirilishi kerak deganda faqat pasportga qarashni nazarda tutmayapman. Pensiya turi, pensiya miqdori, nogironlik holati, parvarishga muhtojlik, yashash sharoiti, mahalla ro'yxati, tibbiy hujjatlar, bank kartasi va to'lov qaydnomasi ham ko'rib chiqilishi kerak. Masalan, birinchi holat, taqarim 2 yoshli onaxon bor. U yoshga doir pensiya oladi. Farzandlari bilan yashaydi. Sog'lig'i yomonlashgan, lekin nogironlik guruhi rasmiylashtirilmagan, shifokorlarning xulosalari esa tarqoq holda turibdi. Bunday holatda oila onamiz taqvimdan oshdi, qo'shimcha pul nega tushmayapti deb hayron bo'ladi. Bu yerda muammo shundaki, faqat yosh yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar to'lov parvarishga muhtojlik yoki alohida toifa bilan bog'liq bo'lsa, unda tibbiy xulosa, komissiya qarori yoki tegishli organ tomonidan tasdiqlangan hujjat kerak bo'ladi. Demak, oilaning birinchi vazifasi onaxonning sog'lig'i bo'yicha poliklinikaga murojaat qilish, tibbiy tekshiruvdan o'tish va zarur bo'lsa, nogironlik yoki parvarishga muhtojlik masalasini rasmiylashtirishdir. Ikkinchi holat, 5 yoshli otaxon bor. U bir o'zi yashaydi. Pensiyasi 1,2 ming so'm atrofida, farzandlari boshqa viloyatda. Otaxon kommunal to'lov, oziq-ovqat, dori uchun qiynaladi. Mahalla uni yaxshi biladi, lekin hech kim hujjatlarini ko'rib chiqmagan. Bunday pensionerlar alohida e'tibor talab qiladi. Chunki yolg'iz yashovchi, yoshi katta. Kundalik parvarishga ehtiyoji bor pensioner ijtimoiy yordam, patronaj uyda xizmat ko'rsatish yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha murojaat qilish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bu yerda faqat pensiya jamg'armasi emas, mahalla, ijtimoiy xizmat xodimlari, tibbiyot muassasasi ham muhim rol o'ynaydi.
Uchinchi holat, 8 yoshga kirgan buviyning pensiyasi muntazam tushib turibdi, sog'lig'i nisbatan yaxshi, farzandlari bilan yashaydi, parvarishga muhtoj emas. Nogironlik guruhi yo'q. Bunday holatda oila hamma begins 2 ming oladi deyishyapti deb kutilmagan pul kutmasligi kerak. Agar qo'shimcha to'lov faqat muayyan shartlarga bog'langan bo'lsa, sog'lom va parvarishga muhtoj emas deb bog'langan pensionerga bu to'lov tayinlanmasligi mumkin. Lekin baribir men hujjatlarni tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki pensiya miqdorida boshqa imtiyozlar, ish staji mukofotlar, urush yoki mehnat faxriyligi, nogironlik alomatlari, qaramog'idagi shaxslar kabi jihatlar bo'lishi mumkin. 4-holat. 9 yoshli pensioner allaqachon nogironlik guruhi bo'yicha pensiya yoki ustama oladi. Oila esa yana 8,5 yoshdan oshgani uchun bejiz 60 ming qo'shilishi kerak deydi. Bu yerda ikki xil ehtimol bor. Birinchisi, ayrim to'lovlar bir-birini to'ldirishi mumkin. Ikkinchisi, ayrim to'lovlar bir-birining o'rnini bosishi mumkin. Ya'ni bir shaxs bir vaqtning o'zida bir xil maqsaddagi ikki to'lovni ola olmasligi mumkin. Masalan, parvarish bilan bog'liq to'lov boshqa turdagi parvarish nafaqasi bilan kesishib qolsa, organlar faqat birini tanlashi mumkin. Shuning uchun mavjud to'lovlar ro'yxatini ko'rmasdan turib albatta beriladi yoki umuman berilmaydi deyish to'g'ri emas. Endi miqdor masalasiga kelamiz. 5-7 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov oilalar uchun sezilarli yordam. Tasavvur qiling, pensioner oyiga 1 million 1 ming so'm pensiya olsa, qo'shimcha 7 ming so'm uning daromadini deyarli yarmiga yaqin oshiradi. Bu pul bir oylik asosiy dori-darmon, qon bosimi dorilari, diabet uchun vositalar, pampers, vitaminlar, transport xarajatlari yoki uyga keladigan hamshira xizmati ketishi mumkin. Ayniqsa qish oylarida gaz, elektr, ko'mir, issiqlik xarajatlari oshganda bunday qo'shimcha to'lov juda muhim bo'ladi. Lekin yana bir muhim jihat bor. Qo'shimcha to'lovni olish uchun pensionerning haqqi borligini isbotlash kerak bo'lgan holatlar uchraydi. Bu isbot deganda sudga borish shart degani emas. Ko'pincha oddiy hujjatlar yetarli bo'ladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, tibbiy xulosa, mahalladan ma'lumotnoma, parvarishga muhtojligini ko'rsatuvchi hujjat, bank kartasi rekvizitlari, ariza. Ayrim hollarda pensionerning o'zi bora olmasa, farzandi yoki ishonchli vakil ishonchnoma orqali harakat qilishi mumkin. Kimlar albatta e'tibor berishi kerak? Men birinchi navbatda quyidagi oilalarga murojaat qilaman. Uyda dagazm yoshdan oshgan, ko'p dori ichadigan, mustaqil yurishi qiyin bo'lgan pensioner borlar. Yolg'iz yashaydigan otaxon yoki onaxonlar. Nogironlik belgisi bo'lsa ham rasmiy hujjati yo'q pensionerlar. Pensiya miqdori past bo'lganlar. Yaqinda takvim yoshga to'lganlar. Pensiya kartasiga tushadigan summani tekshirmaydiganlar. Bankdan naqd pulni qarindoshi olib keladigan va summalar bo'yicha aniq hisob yuritmaydigan oilalar. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning barcha ustamalari rasmiy tekshirilgan bo'lsa, taqdim yoshdan keyingi toifalari bo'yicha pensiya jamg'armasida ma'lumot yangilangan bo'lsa, tibbiy holati bo'yicha qo'shimcha to'lovga asos yo'qligi aniq aytilgan bo'lsa, har oy tushayotgan pensiya miqdori hisob-kitob bilan mos kelsa, u holda ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Lekin men baribir kamida bir marta pensiya hisob-kitobini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki qonunchilikdagi miqdorlar, bazaviy ko'rsatkichlar, ustamalar va tartiblar o'zgarib turadi. Endi eng muhim joyga keldik. Ko'pchilik aynan shu yerda xato qiladi. Birinchi xato, yoshim bakımdan oshdi, demak hammasi avtomatik bo'ladi deb kutish. Ha, ayrim ma'lumotlar avtomatik almashadi. Lekin amalda pasportdagi sana bazada ko'rinishi, pensiya ishi to'g'ri yuritilishi, to'lov turmos kelishi, qo'shimcha to'lov uchun asos tasdiqlanishi kerak. Agar pensionerning ma'lumotida xato bo'lsa, masalan tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Ikkinchi xato, tibbiy holatni rasmiylashtirmaslik. Juda ko'p keksalar men shifokorga bormayman, baribir foydasi yo'q deyishadi. Lekin davlat to'lov og'zaki gapga emas, hujjatga tayanadi. Agar pensioner yura olmasa, ko'rishi yomon bo'lsa, eshitishi pasaygan bo'lsa, doimiy parvarish kerak bo'lsa, bularning hammasi tibbiy hujjatda aks etishi kerak. Poliklinika kartasida yozuv bo'lmasa, komissiya xulosasi bo'lmasa, keyin qo'shimcha to'lovni talab qilish qiyinlashadi. Uchinchi xato, mahallaga murojaat qilmaslik. Mahalla faqat ma'lumotnoma beradigan joy emas. Ko'p ijtimoiy masalalarda mahalla pensionerning real yashash sharoitini tasdiqlaydi. Pensioner yolg'iz yashaydimi? Qarovchisi bormi? Daromadi yetarlimi? Uy sharoiti qanday?
qo'shimcha yordamga muhtojmi? Bularning hammasi ba'zan mahalla orqali aniqlanadi. Shuning uchun farzandlar biz o'zimiz hal qilamiz deb mahallani chetlab o'tmasligi kerak. 4-xato bank kartasiga tushgan pulni tekshirmaslik. Pensionerlar ko'pincha pensiyam tushdi deb umumiy aytadi, lekin aynan qancha tushganini bilmaydi. Farzandi bankomatdan pul olib keladi. Bir qismini dori-darmonga sarflaydi. Keyin oy oxirida hisob chalkashadi. Men maslahat beraman. Har oy tushgan pensiya summasini yozib boring. Masalan, yanvar oyida 1000-2000 so'm tushdi. Fevralda 1000-2000 so'm, martda 1000-2000 so'm tushsa, demak qandaydir qo'shimcha qo'shilgan bo'lishi mumkin. Aksincha, 1000 yoshga to'lgandan keyin ham 4-5 oy davomida summa o'zgarmasa, pensiya jamg'armasiga savol berish kerak. 5-xato qo'shimcha to'lov olsam boshqa yordam kesiladi deb qo'rqish. Ba'zi holatlarda to'lovlar bir-biriga ta'sir qilishi mumkin, lekin bu har doim ham shunday degani emas. Masalan, pensiyaga ustama boshqa ijtimoiy yordam bilan birga olinishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin ayrim maqsadli nafaqalar daromad mezoniga qarashi mumkin. Shuning uchun har bir holatni alohida tekshirtirish kerak. Qo'rqib umuman murojaat qilmaslik eng yomon yo'l. Chunki murojaat qilsangiz, sizga yozma yoki og'zaki tushuntirish beriladi. Qaysi to'lov mumkin, qaysisi mumkin emasligi aniqlanadi. 6-nozik jihat, ishonchno masalasi. 1000 yoshdan oshgan pensionerning o'zi idoraga bora olmasligi tabiiy. Bunda farzandi yoki boshqa yaqin qarindoshi ish yuritishi mumkin. Lekin hamma joyda oddiy, men uning o'g'liman degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Pul olish, ariza topshirish, hujjatlarni olish. Rasmiy javobni qabul qilish uchun notarial ishonchnoma talab qilinadigan holatlar bor. Agar pensionerning holati og'ir bo'lsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyati haqida ham so'rash mumkin. Bu oilalar uchun juda muhim. Chunki hujjat masalasi to'g'ri bo'lmasa, jarayon cho'ziladi. 7-nozik jihat. Ro'yxatda turish va haqiqiy yashash manzili. Pensioner bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashasa, hujjatlar qaysi hudud orqali yuritilishi masalasi chiqadi. Masalan, otaxon Toshkent viloyati ro'yxatda, lekin Samarqanddagi qizining uyida yashaydi. Pensiya hujjatlari bir hududda, tibbiy kuzatuv boshqa hududda, mahalla ma'lumotlari 3-joyda bo'lsa, qo'shimcha to'lov rasmiylashtirishda muammo paydo bo'lishi mumkin. Bunday holatda avval qaysi hududda doimiy yoki vaqtincha yashash hujjati yuritilishini aniqlash kerak. 8-nozik jihat, to'lov kechiktirilgan bo'lsa, o'tgan davr uchun undirib olish masalasi. Agar pensioner qo'shimcha to'lovga oldinroq haqli bo'lgan, lekin organ xatosi sababli to'lov tayinlanmagan bo'lsa, o'tgan davr uchun qayta hisob-kitob qilish masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin agar oila umuman ariza bermagan, zarur hujjatni taqdim etmagan bo'lsa, to'lov ko'pincha murojaat qilingan sanadan yoki hujjat to'liq topshirilgan sanadan boshlab hisoblanadi. Shu sababli kechiktirmaslik kerak. Bugun huquqingiz bo'lsa, bugun murojaat qiling. Keyingi oy boramiz deb yurish bir necha oylik pulni yo'qotishga olib kelishi mumkin. 9-nozik jihat, pensioner vafot etgandan keyingi masalalar. Bu og'ir mavzu, lekin aytishim kerak. Agar 20 yoshdan oshgan pensionerga qo'shimcha to'lov tayinlangan bo'lsa-yu, u vafot etsa, ortiqcha tushgan pullarni qaytarish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Shuningdek, olinmay qolgan pensiya yoki to'lov bo'yicha merosxo'rlar murojaat qilish kerak bo'lgan holatlar ham bor. Shuning uchun oilada pensioner vafot etgan taqdirda bank kartasidan pul yetishdan oldin tartibni aniqlab olish kerak. Noto'g'ri harakat keyinchalik qarzdorlik yoki tushuntirish talabiga olib kelishi mumkin. 10-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Men 5-7 ming qo'shimcha to'lov chiqarib beraman, oldindan pul bering deydigan odamlar uchrashi mumkin. Bunday gaplarga ishonmang. Davlat to'lovlar rasmiy idoralar orqali ariza va hujjatlar asosida qilinadi. Hech kimga tezlashtirib beraman deb pul bermang. Agar yordam kerak bo'lsa, mahalladagi ijtimoiy xodimga, pensiya jamg'armasiga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki rasmiy qabulxonaga murojaat qiling. Endi sizga aniq harakat rejasini beraman. Uyda 80 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, birinchi qadam uning hozirgi pensiya miqdorini aniqlang. Bank ilovasidan, SMS xabarlardan, bankomat chekidan yoki bank bo'limidan oxirgi 3-6 oyda qancha pul tushganini ko'rib chiqing. Har oy tushgan summalarni daftarga yozing. Bu oddiy ish, lekin juda foydali. Chunki keyin pensiya jamg'armasiga borganda taxminan shuncha tushadi emas, aniq raqam bilan gapirasiz. Ikkinchi qadam, pensionerning yoshi
pasporti va pensiya hujjatlarini tekshiring. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni tayyorlab qo'ying. Agar pasport muddati, familiya, ism, tug'ilgan sana, JSHIR manzil bo'yicha xatolik bo'lsa, avval shuni to'g'rilash kerak. Bazadagi bitta xato ham to'lovni kechiktirishi mumkin. 3-qadam, tibbiy holatni baholang. Agar pensioner mustaqil yura olmasa, doimiy yordamga muhtoj bo'lsa, ko'rish yoki eshitish qobiliyati jiddiy pasaygan bo'lsa, xotira muammosi bo'lsa, surunkali kasalliklar kuchaygan bo'lsa, oilaviy shifokorga murojaat qiling. Poliklinikada ko'rikdan o'ting, zarur mutaxassislar xulosasini oling. Agar nogironlik yoki parvarishga muhtojlik masalasi bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibi bo'yicha yo'llanma so'rang. 4-qadam, mahallaga boring. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimga vaziyatni tushuntiring. Uyimizda bakun yoshdan oshgan pensioner bor. Qo'shimcha to'lovlar va ijtimoiy yordamlar bo'yicha huquqlarini tekshirtirmoqchimiz deb ayting. Agar pensioner yolg'iz yashasa, buni alohida ta'kidlang. Agar qarovchisi bo'lsa, uning kimligi doimiy qaraydimi yoki yo'qmi? Shuni ayting. Mahalladan kerakli ma'lumotnoma yoki dalolatnoma so'rashilishi mumkin. 5-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaatni umumiy gapirmang. Aniq so'rang, pensioner salmon yoshdan oshgan. Unga yosh, parvarish, nogironlik, yolg'iz yashash yoki boshqa asoslar bo'yicha 5 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov yoki ustama tayinlanishi mumkinmi? Pensiya ishi bo'yicha qayta hisob-kitob qilib bering. Mana shunday aniq savol berilsa, xodim ham aniq tekshiradi. 6-qadam, arizani yozma topshiring. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma ariza yanada yaxshi. Arizada pensionerning FIsh, tug'ilgan sanasi, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, taqriban yoshdan oshgani va qo'shimcha to'lovni tekshirib berish so'rovi ko'rsatiladi. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Ariza qabul qilingani tasdiqlovchi belgi, kirim raqami yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 7-qadam, javobni kuting va natijani tekshiring. Agar qo'shimcha to'lov tayinlansa, qaysi sanadan boshlab tayinlangani, miqdori qancha ekani, keyingi oyda qancha tushishi kerakligini so'rang. Agar rad etilsa, rad etish sababi yozma ravishda berilishini so'rang. Sizga mumkin emas degan og'zaki gap yetarli emas. Sababi aniq bo'lishi kerak, qaysi shart yetishmayapti. Qaysi hujjat yo'q, qaysi norma asosida rad etildi. 8-qadam, agar rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga yoki rasmiy qabulga murojaat qiling. Ba'zan joylardagi xodimlar ham xato qilishi mumkin. Sizda tibbiy xulosa bor, yosh mos, sharoit mos, lekin to'lov tayinlanmasa, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi bo'limiga, ijtimoiy himoya organlariga yoki rasmiy murojaat platformalari orqali yozishingiz mumkin. Murojaatda hissiyotga berilmasdan aniq faktlarni yozing. Pensionerning yoshi, pensiya turi, kasalligi, hujjatlar oldingi murojaat sanasi, berilgan javob. 9-qadam, hujjatlarni tartibli papkada saqlang. Bu juda oddiy, lekin katta foyda beradi. Bitta papkaga pasport nusxasi, pensiya bo'yicha ma'lumotlar, tibbiy xulosalar, mahalla ma'lumotnomalari, arizalar nusxasi, javob xatlari, bank tushumlari bo'yicha ma'lumotlarni joylang. Har safar yangi idoraga borganda hammasini qayta izlab yurmaydi. Ayniqsa taqdim yoshdan oshgan insonning hujjatlari oilada bir kishining nazoratida bo'lishi kerak. 10-qadam, pensionerning roziligini va manfaatini birinchi o'ringa qo'ying. Ba'zan farzandlar pul masalasida o'zaro kelisha olmaydi. Kimdir karta menda bo'lsin deydi, kimdir dori men olaman deydi, kimdir naqd pulni o'zi ishlatadi. Esda tuting, bu pul pensionerning ehtiyoji uchun. Dori, ovqat, kiyim, issiqlik, parvarish, tibbiy ko'rik, gigiyena vositalari birinchi o'rinda turishi kerak. Agar pensionerning qo'shimcha to'lovi bo'lsa, u oilaning umumiy xarajatiga singib ketib, pensionerning o'ziga foyda bermay qolmasligi kerak. Men yana bir amaliy misol keltiraman. Bandi 3 yoshli buyning pensiyasi 1 million 3 ming so'm bo'lgan. Farzandlari uning aqamini yoshdan keyingi holatini tekshirtirmagan. 3 yil davomida bu asosan uyda yotgan, doimiy dori ichgan. Lekin parvarishga muhtojlik bo'yicha hujjat qilinmagan. Keyin nabirasi masalani o'rganib, poliklinikadan xulosa, mahalladan ma'lumot, pensiya jamg'armasidan qayta hisob-kitob so'ragan. Natijada bu uyga qo'shimcha to'lov tayinlangan. Oilaning afsuslangan joyi shuki, ular buni 3 yil oldin qilsa ham bo'lardi. Mana shuning uchun men sizga kechiktirmang deyapman. Yana bir misol, Ko'zimil yoshli otaxonning farzandlari u avtomatik qo'shimcha oladi deb o'ylagan. Bank kartasiga har oy bir xil summa tushgan. Tekshirishsa,
Otaxonning tug'ilgan sanasi pensiya bazasida eski pasportdan noto'g'ri ko'chirilgan ekan. Hujjat to'g'rilangandan keyin masala hal bo'lgan. Demak, ba'zan muammo katta emas, lekin uni kimdir payqashi kerak. Xulosa shuki, taqimli yoshdan oshgan pensionerlar uchun 777 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasi juda muhim, lekin uni oddiy mish-mish darajasida tushunmaslik kerak. Har bir pensionerning holati alohida tekshiriladi. Yoshi, pensiya turi, tibbiy ahvoli, parvarishga muhtojligi, yashash sharoiti, mavjud ustamalari va hujjatlari hisobga olinadi. Eng to'g'ri yo'l pensiya tushumlarini tekshirish, hujjatlarni yig'ish, mahalla va poliklinika bilan ishlash, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilish. Agar sizning oilangizda taqimiy yoshdan oshgan otaxon yoki onaxon bo'lsa, bu ishni ertaga qoldirmang. Bugunoq pensiya summasini tekshiring, hujjatlarni ko'ring, kerak bo'lsa murojaat qiling. Kommentariyada yozing, sizning hududingizda taqimiy yoshdan oshgan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qanday tajriba bor, kim olgan? Kimga rad javobi berilgan? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta ulashilgan video bir pensionerning haqli pulini olishiga sabab bo'lishi mumkin.